Assalomu alaykum, hurmatli Joyxon media obunachilari. Mana Qizilqal'aga tashrif buyurdik. Mana aqsoqolimiz yo'lboshchi bilan Quvvat og'amiz bilan. Quvvat og'a bilan Qizilqal'aga xush kelibsiz. Osmon og'amiz bilan birgalikda. Mana Qizilqal'aga tashrif buyurdik do'stlar. Mana Qizilqal'a bu harbiy garnizon sifatida qurilgan qala bo'lganda bu. Mana Xorazm shohlar davrida qurilgan qala. Mana Qalasa Qizilqal'aga chiqyapmiz mana. Yoshlarimiz bilan. Bu Xorazm shohlar davrida qurilgan qala 2-asrlarga to'g'ri keladi. Harbiy garnizon sifatida qurilgan qala ekan bu. Ana shu yerda qalaning tepasine chiqyapmiz mana. Mana. Ana Qizilqal'a. Mana Qizilqal'a. Qizilqal'aga keldik mana. 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 Qarasangiz bu yerda har turli kelta-keshaklar bor ekan mana. Mana. Har turli kelta-keshaklar. Ana shu aslida qala shunun tagida bu. Qizilqal'a. Mana. Kelta-keshaklar. Assalomu alaykum, hurmatli Joyxon media obunachilari. Bugungi video obzorimiz mana Qizilqal'a to'g'risida. Mana bu Ellikqal'a darvozasi mana. Ellikqal'a darvozasi. Mana Qizilqal'a. Qizilqal'a mana birgalikda og'alarimiz bilan tashrif buyurdik. Qizilqal'a bu milodiy 1-4-asrlarda qurilgan deydi-da bu qalani. Quvvat og'amiz. Endi bu qalamiz harbiy garnizon sifatida ham savdo karvonlarining nimasi haqida qurilgan qala deb hisoblaganda harbiy garnizon sifatida qurilgan deydi. Bu qala devorlar bilan o'ralgan harbiy garnizon sifatida qurilgan deydi. Mana shimoldan qo'rg'on sifatida qurilgan qala ekanda bu. Mana Ellikqal'ada tuproq qala bor. Hozir ko'rsatib o'tganimizdek, mana Qizilqal'aning darvozasi u tomonda tuproq qala. Ana shu ikki qalaning o'rtasida 1 kilometr masofa. Ana shu bu qaladan Qizilqal'adan u tuproq qalaga oralig'i 1 kilometr bo'lgan. Tomonda Sulton Vays Qaraniy bobomiz o'tgan, Sulton bobomiz bilan tog'imiz. Bu tarafga qaytsak mana Ellikqal'a ketadigan yo'l, bu darvoza Ellikqal'a darvozasi. Bu tomon esa Beruniy tumaniga tegishli. Mana shu Qizilqal'a yodgorligi. Ana shu yoqdan, shimoldan kelgan dushman yovlarni ana shu yerdan kuzatgan. Ana shu yerdan kuzatib miltiqlar bilan o'qqa tutganda dushmanni. Mana katta qala. Qizilqal'aning tuynuklari, ana shu tuynuklaridan kelgan bilan dushmanni o'qqa tutgan bilan shimol tarafdan. Mana Sulton Vays Qaraniy Sulton bobo tog'imiz. Bundan boshqa mana boshqa da tuynuklar bor. Mana tuynuklar. Ana shu tuynuklardan kelayotgan yovni dushmanni o'qqa tutgan ana shu. Bu shimol tarafi bu. Nukus tarafi. Mana. Ana shunday tuynuklar mana. Mana tuynuklar. Ana shu yerlardan o'qqa tutgan. Mana. Mana. Ana shu yerdan shimol tarafni kuzatib, kelayotgan yovni kuzatib turgan va o'qqa tutgan. Qizilqal'ada ekspeditsiyamiz bilan davom etyapmiz og'amiz bilan. Mana Sulton Vays Qaraniy bobomiz, Sulton bobomiz taraf mana. O
nimalar bor? Shamol elektr stansiyasining varraklari. Xudo xolasa ishga tushyapti, mana. Ko'rinib turibdi uzoqdan. Mana. Mana shu Qizilqala mana. Bu Qizilqala tarixiy yodgorligi 1-4 milodiy asrlarda qurilgan qala hisoblanadi. Harbiy garnizon sifatida Xorazmchaqlar davrida qurilgan ekan. Aslida bu devorlar bilan o'ralgan. Mana turgan joyimizning pastida qala, haqiqiy qala shu yerda bo'lgan ekanda. Endi bu qala bilan tuproq qalaning o'rtasida 1 kilometrday joy bo'lganda, yer osti tunnel yo'llari bo'lgan. Agar bu tarafdan, shimol tarafdan yoki boshqa tarafdan yov bosqini kelsa, podshoh nimasi? Podshohni orqa nariga qalaga, tuproq qalaga o'tirish bo'lganda, ana shu tunnel orqali shu yoqqa o'tgan. Shunday bo'lgan ekan. Mana shu mana hozir ko'rib turibmiz, bu tarafi shimol tarafi, bu tarafi Ellikqala tarafi. Endi bu yon tarafida ana shu yerda mana daraxtlar o'sib turibdi. Qoratol deydi. Ana shu tarafda qo'yimchilik bo'lgan ekan. Avliyo ana shu yerga odamlarni ko'milgan ekan. Sababi shu yerda mahalliy xalqning aytishiga qaraganda, ana shu yerni tekislashga kelgan texnikalar, buldozerlar buzilib qolgan. Yurmay qolganda. Sababi minglab odamlar ana shu yerga dafn qilingan ekanda. Dafn qilingan. Avliyolar bor ekanda ana shu yerda. Qo'yimgalar bor ekan. Ana ko'pchilik odamlar ana shu yerda dafn qilingan. O'sha sababli bu yerda kelgan texnikalarning barchasi to'xtab qolgan, yurmay qolganda. Shimol taraf, Nukus tarafi qala, shu taraflar Ellikqala taraflari. Ana shu yerda mana og'alarimiz bilan bir narsaning guvohi bo'ldik, mana. Juda chuqur. Juda katta, endi odam ko'rishga 30-70 qop-qorong'i ko'rinmaydi-da bu. Bor bu 70-100 metrda. Aslida ana shu chuqurning tagida qala. Ana shu chuqur tagida. Mana ustidagi faqat bu devorlar bilan o'ralgan qo'rg'on bo'lgan. Mana. Assalomu alaykum hurmatli Joyxon media obunachilari. Bugungi video obzorimiz Qoraqalpog'istonning tarixiy qalalari haqida. Ana shu turgan joyimiz Qizilqala. Qizilqala bu Xorazmchaqlar davrida qurilgan qala, 1-4 milodiy asrlarda qurilgan qala hisoblanadi. Harbiy garnizon sifatida qurilgan deydi buni Xorazmchaqlar davrida. Mana shu tuynuklardan Xorazmshohni mudofaa qilish maqsadida ana shu tuynuklardan tashqi tarafdan kelgan yovni qo'rg'agan hamda o'qqa tutganlar. Shimol tarafi bilan Sultonoves, Nukus tarafi, bu yoq Ellikqala tarafi. Ellikqala tarafida bo'lsa, ana shu Ellikqala tarafida tuproq qala joylashgan. Tuproq qala bilan Qizilqala o'rtasida yer osti tunnel yo'li bo'lgan. Tunnel yo'li. Agar shunda yov bostirib kelib, shohni qo'lga olmoqchi bo'lib, yov bosqinchilar kelgan paytda ana shu tunnel orqali nariga qalaga, tuproq qalaga o'tgan. Ana shunday tarixiy o'rinlarimiz bor. Bizni kuzatishda davom qiling. Ana shu videolar yoqqan bo'lsa, sizga foydali bo'lsa, bir like, kommentariyaga yozib qoldirasiz. Rahmat hammangizga. Mana Qizilqala. Janubiy tarafi bu yoq. Qoraylar qo'yilib qurilgan mana ajoyib manzara. Ana shu mana Qoratol deydi, daraxtlar o'sganning bu yon tarafida texnikalar buzilib qolgan deydi. Sababi ana shu Qizilqala yon tarafida ko'pchilik odamlarni ana shu yerga dafn qilingan deydi. Ana shuning uchun ko'pchilik texnikalar ana shu yerni tekislash uchun, ekin maydonlari qilish uchun harakat qilgan, lekin har qanday texnika ana shu yerda buzilib qolgan. Ana shunday tarixiy, ilohiy kuchga ega Qizilqala. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruyn tumanida Qizilqala yodgorligi. Mana yo'laklari Qizilqalaning. Mana
Mana og'amiz tuynukdan qarab turibdi. Bu janub taraf ha? Ellikqal'a tarafı. Sadmen Sapor'da, shu Sapor. Mana. Ellikqal'a Sadmen Sapor shu. Mana qaroylar qurilgan, turizm Turizmni rivojlantirish maqsadida mana mehmonxonalar, shu oshxonalar, qolaversa qaroylar qurilib mana turizmni rivojlantirish uchun shunday narsalar qurilmoqda mana. Mana bu tarafı Ellikqal'a tarafı. Mana. Mana kunbotish tarafı mana. Qizilqal'a tarixiy yodgorligimiz. Mana zinalardan tushib kelamiz bu. Ko'p asrlar bo'lgan bu. Ota-bobolarimiz mana guvohi bo'lgan mana qancha odamlar mehnati evaziga qurilgan qala bu. Mana. Qizilqal'a tarixiy yodgorligi. Mana bu tarafda kirish tarafi. Shlagbaumlar qo'yilgan, kameralar, kuzatuv kameralari o'rnatilgan. Qolaversa mana qaroylar turistlar uchun qurib tayyorgarlik ishlari ketyapti mana. Qoraqalpog'iston Beruniy tumani Qizilqal'a tarixiy yodgorligi.